uni nomini kibr deb ataydilar. Ba'zi birga hozirgi zamonimizda haqiqatdan ham kibrlanib ketgan odamlarimiz juda ham ko'p. O'zini xudo sanaydigan odamlar ko'p. O'zidan kimnidir past ko'rib, ya'ni oyog'ini uchida ko'rsatadigan odamlar ham bor. Aynan o'sha odamlar haqida qo'shiq qilganmiz, marhamat e'tiboringizga havola qilamiz. O'rgatmangsiz qanday yashashni, taqdirga o'zimni topshirib qo'ydim. Odamlarga bo'lgan ishonchni bugun sizni dastingizdan o'ldirib qo'ydim. Cherkib tashlaysiz, tepib tashlaysiz, odam degani ham shunday bo'larmi? Yaxshi odam bo'lgin deysiz u menga, nima yaxshi odam sizdek bo'larmi? Odamlar unutmang zinhor, xato qilmaydigan daho emassiz. O'zganing aybini kavlayvermang.